oilaviy mana shu hunar tikuvchilikni yoshligimizdan qilib kelganmiz. Keyin bu yoqqa turmushga chiqib kelganda Toshkentga, Andijondan birgalikda boshlaganmiz. 5 ta ishchimiz bor edi xolos. Muhtaram prezidentimiz bizga yaratgan sharoitlardan foydalanib, keyin bizga juda ham katta, chiroyli sex ochilgan va bilasizmi, hozir mana shu 5 ta ishchidan 100 ta ayollarni ishlatamiz. Ularga juda ham chiroyli imkoniyatlar yaratishimizga biz uchun eng avvalo prezidentimizning qarorlari orqali mana shu katta yordam bo'lgan va shuni oqibatida hozir ayollarimiz kimdir farzandiga qarash kerak, unda bemalol imkoniyat bor. Misol uchun bog'chasiga chiqib keladi, bolasini olib keladi yoki ovqat qilib chiqishga imkoniyat bor. Kichkina farzandi bo'lsa unga qarab kelib yana tikish imkoniyati bor. Qandaydir shunday sharoit qilganmizki, ishlashga imkoni yo'q ayollar ham ishlaydi hozir va ularni oilasida, uyida bu uyi uchun, oilasi uchun daromad olib kirishiga juda katta imkoniyat bo'lgan va yana shu qatorda uyiga ham tikuv mashinalar qo'yib, mana shu muhtoj bo'lgan ayollar yoki temir daftarda turgan ayollarni ham ish bilan ta'minlaganmiz. Ular ham uy sharoitida ham farzandiga qarab, ham oilasiga qarab bemalol ishlab pul topish imkoniyati bor. Mana shu hozirgi imtiyozlardan foydalanib, muhtaram prezidentimiz tomonidan bizga berilayotgan e'tibor, hurmat, motivatsiyadan foydalanib biz juda katta narsalarga erishdik. Bu sexdan tashqari yana 3 ta joyda sex ochganmiz va har xil mahallalarda yana shuncha ayollar ish bilan va o'zini qo'lida puli bor, u bemalol orzulariga erishish imkoniyati, qalbida xursandchilik, baxtiyorlik paydo bo'lgan va shu bilan birga rivojlanish, ular qanaqadir o'zini ustida ishlash, o'qishlarga kirishgan. Mana shunday imkoniyatlar, mana shunday bir auditoriya yaralganki, hammamizni qalbimizda yorug'lik, baxtiyorlik paydo bo'lgan. Mana shu imtiyozlar tufayli.